o'zi yumshoq bo'lagandan lekin qattiq savdo qilaversin. Ber. Barakallohu akbar. Televizorga chiqib ketdingizmi? Ha, oqqa televizorga chiqish pul-ku. Rozimisiz berayotgan pulingizga? Mana shuni ko'rsat. 27 bo'ldi mana shu. Qo'shdimi? 800 bo'ldimi? O'z bilasiz-ku, 800 bo'ldi. Shu 700 bo'ldi. Allohu akbar. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Qadrdonlar, bugun Xudo xolasa mana Platina bozoriga keldik. Mana shu buqani savdo qilyapmiz. Ko'rsatgan. Salom, yaxshimisiz? Mana shuni ko'rsat, mana shu savdo qilyapmiz. 62 mingdan tarozga qilyapmiz. Ha? Bering. Nega 63,5 ming bo'lsa sizga sotdim aka. Jiyanim eti ko'pni oling, duo qiling, aka baraka topsin. Bering aka, bersangiz mana shu bolalaringizga beribsiz, mana shu ukalaringizga. To'g'risi-da. Sanasada mana qanaqa. Aka, mana shunday mehnat Yo'q, qilgan. men yangi olib beryapman-da. Rizo bo'lsa okajon. Yangi birov olib berganingizdan keyin o'zingizdan ham qattiq talashar ekansiz. O'zingizga bo'lsa bir ikkisini qilib ko'tarib ketaveramiz. Hali birovga olib berganingizdan keyin ashtaqa bo'ladi. Hali ertaga olib bergan bo'lingiz ham bunaqa ekan nima. Yeni 62 dan aka olib keting chiqqaniga. Baraka deng, olib borib boqing. Baraka topadi kim bor? Soting, aka bering agar ma'qul siz oldi. 63 dan sal hisob chiqmay qoladi. Baraka siz aka bering. Bolam aytganiga olib Bering mana 62 dan chiqqaniga oling. Baraka pul bo'lyapti. Ya'ni aytganiga olib qoling, gap bo'lsin. Ma'lummi? Ha, ha. Unga hisob yo'q deb boya olardim yo'qmasam. Sizga hisob bo'lyapti. Bering aka olib keting shuni. 62 dan bering. Ikkalasi ham zo'r. Ya, aka hozir ma'lum 62 dan ham hozir hisob yo'q, boqishga olamiz bu. Hozir qo'ysangiz hisob chiqmaydi. Ma'lum 62 dan. Boqishga olamiz. Bola chiyotgan. Ya, olib borib boqamiz. Bering aka, joy bor-da hali. Televizorga chiqib ketdingizmi? Ha, aka televizorga chiqish pul-ku. Baraka deng aka olaylik. Endi siz shunaqa deyaverasiz, aka Men men. mana ham bilan so'rang, 66 65 qara. Ya, deb turaveradi. Qani sotib o'tdi. Mana aka. Yavaşroq qilib aytyapman. Bo'sh. Endi shunaqa sotgan odamga shunaqa tuyulaveradi. Bering aka, olib keting chiqqan. Assalomu alaykum. Shunaqa qo'lingizni olib qo'yaylik, podpisingizni. Hozir charchamaysiz. Bering aka, olib keting. 100 ming usti bo'ldi. Bering mana chiqqaniga. Ya, birisi mana bu beraman, sizga berdim. To'g'riga o'zi aka hisob chiqmaydi, olardi. Bu to'g'ri bo'lsa. Aytuvdi anu. Kesab ketyapman. Egasi kelsa ovozni. Bundan katta sandanmi? Sotdingmi? Necha pulga bitta? 64 dan. 64 dan nechta? 700 ta oshuv keldimi? Nechta? 737. Yaxshi ekan jonivori. Zo'r mol ekan. 737 gapda 64 dan bu. Bermadi. Aka, ma'qul siz bering, aka olib keting. Bu yoq hisob chiqmaydi, aka. Aka qancha qildingiz buni? 62 mingdan. Boş. 90 ta. Az kelmasa kerak kecha qo'ying. 23,5 ga tushayotgan ekan. Yaxshi bo'lgan. Bu nech pul ekan? 26 mollar tushyapti, bay. Hamma ham yaxshi ekan. Savdo bo'ldimi? Hech pul qolsa-da. O't bering, to'g'ri kelsa. 27 dan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ya, charchamasdan. Yomg'ir yog'ardi-yu. Otto'ma to'g'ran qo'ydi. Yurtchi. Bu qora buqa nech pulga tushdi? Aka yaxshimisan, qaraysiz. 28 million 100 qilyapti. Ber nimasi qoldi? Hali qolmadi. 29 million. $28 million pul tushyapti. 29 bo'lsa
Deyarli yo'q, yomg'ir yog'yapti. Mas'ul bular nechi pul ekan? 26 million 600 bo'ldi. Ha. 27 bera qoldi. Asroq. Berib ol. 27 sal mushkul oldi. Ana qazib. Mana deb. Shvet nechi pul ekan? Sotildimi? Yaxshi bola, yaxshi bola. Baraka topdik, xudo xayringizni bergin. Ha. Yer kam yomon yetmadimi? Baraka de. Mana 62 yomon yetdi. Bizga ichiga qo'shdim dedim. Agar ma'qulsa oldim mana. Ya, endi 60 bo'lsa, 60 yo'q qoladi. Ya, o'zi 100 ming qo'shsam yarimga aylanib qoladi. Ya, nari yozinglar. O'zi administa olib ketganing yo'q qoladi. O'sha boshida aytgan pulim bor. O'zi 62 dan oshib yo'qotgan bo'lsa, o'zi 63 o'tgan bo'lsa, yo'q qoladi. Ber mana, olsang ol, yetishyapti bor. Ketdingmi? 200 ming kelganingga mana 200 ming qo'shib berdim. O'sha yarim bo'lyapti. O'sha yarim. O'zi yarim bo'lyapti, 200 ming qo'shib beryapman. Mana 400 kelsa 225 ming pul bo'ladi. 62 yarim. Hop, o'zi 200 ming qo'shib beryapman-ku. Qapishgan bo'lib qoladi. O'zi yumshoq bola ekandan lekin qattiq savdo qilaveradi. Ber. Mana mashina adashmasam 63 dan olib ketdi boya mana mashina. Mana mashina yoningga bitta. 63 dan oldi shuni. Mana yoningdan olib ketdi. Boya olib ketgan mashina. Ha? Maniki bilan farqi bor. Kam 62 yarim, baraka topasiz qoladi. rozimisan? 62 yarim. Sen rozimisan? Qancha ekan bu? Baraka Allohu akbar. 62 yarimdan baraka bo'ldi. 28 million. Qaysi pul oldingiz? O anti turuvdi. 60 sotib olasan, ha. Nech pul? 48. Kami nech pul? Xorozga nech pul? Nech pul berasiz? Bilmayman, o'zi. Ketuvdi aka. Nima bozor? 43 million qildi oyoqda. Ha. Mayda mollarni sotib Sotgansan-ku? Sotganman. O'rta oldim o'zi. Istay bormaganmi? Yo'q, 30 ekan keldi. 670 ga. Bir kilo bo'lmas, bir kilo kammas. Ham bo'lsa bu 60 turga aylanib ketadimi? Ha, shu. Ne bermadi? O'zim bana oldim-ku. Mol pulga olding? 62 62 mingdan. mingdan olding. Nech pul bo'ldi shuni? Bitta orqasini Ya o'tib ben ko'ring. katta bu, katta yıkılar. Katta bu. Ko'rdim, boya ko'rdim. 62 dan 673 ga. Yozyaptim, ko'rasam. Ben yaxshi bo'ldi boyga. Yaxshi bo'ldi. Ha, o'zi yaxshi bo'ldi. Oğul bor. Azam, uğraş uğraş. Malish qo'shqalarni baqqaningizdan yo'qmi? Bor. Klient bor. Nechta ekan? 60 ta bormi? Bo'ldi, mana tortib beraman. Nechta? 60 ta 54 ta ekan. 460 ta kelarmisan? 54 ta. Bo'ldi, olib boylab qo'y o'sha yoqqa. Ha, joyiga boylab qo'y. Pul bo'ldi. Mashina ham ol. Ha. Nechta? 60 ta orqasi kerakmi? Men beraman. To'qqiz kilo adashimiz. 4 keldilar ekan. 620 bitta kel.
Oldingmi? Oluvdik aka 60 ming. 60 mingdan zo'r olibsizmi? Nechta keldi? 470 Yaxshi. 100 ming ustiga berdik. Chiqqan summadan 100 ming. Tek ko'mib yotdi. 60 mingdan bo'libdi. 470. Orqasi ham baland ekan, o'sadigan mol ekanda. 470 ta keldimi? Ha. Yaxshi kelyapti. Mana kimdan ekan? Qanaqasan? Yaxshi. Qo'llar yaxshimi? Tuzukmisiz? Yaxshi. Oldingmi? Qanchalar olding? Assalomu alaykum. Yaxshi. Simitalli. Simital nech pul bo'ldi? Simital 64 mingdan taroziga bo'ldi. Nechta? 700 tami? 723 ta. 723 ta. Mana buni 62 mingdan 5 kilosi ketgan. mashinang zo'r bo'libdi. 32 million oyog'ida. 62 mingdan mana bu zo'r bo'ldi. Qaysi yaqinroq? Buni nima qilasan, qola? So'yib olasan buni. Bunamiz turadi. 3 million. 3 million. Mana bunga yaxshi bo'libdi, qorang. Arzon bo'libdi. 38 million 800 ming. Voy, zo'r ekan, bo'yni uzun bola. Buni tortmadingmi? Tortdik. 658 ta keladi boya. Hozir kameraga keldi. Barakasi. Ha. Bo'sh osharmikan so'yish? Nechta so'yilyapti? Xudo xohlasa oshmasin. 10 mi? 10 so'yyaptimi? 10, 12 atrof. 12 so'yyapti. Bozoringni bersin. Xo'p, rahmat. Buyursin. Nima bo'ldi? Olib ketaman, nech pulga? Nech pul? Eting asoladi. Hop, nech pul? 26 bozor nima qildi? Yaxshi tushunilmaydi. Bu chatishli va originallarda. Yozgiri zo'r bo'lgan ko'p. Aylanib ketyapti. Aylanib ketib qoladi. Kichkina. Ya kichkina, kichkina. Sog' bo'ling. Ana unga pulni berib yuboringlar, qani puling? Beraymi? Ha, unga berib yuboringlar. 27 kam bor. Kami nech pul? Kami sizdan. Bozor nima qildi? Endi keldim. Balans so'rayapti-da, buni nech pul so'rashgan bilmayman. Oq nech pul ekan oq? Bozor nima qildi? Bermadingizmi 20? Qolar chiqmagan? 16,5 bor. Nimaga berasiz? Bilmasak bering. Bu tortishamiz hozir. Bering. Ey yo'ldosh qani yo'ldosh? Oling. Mashina bormi? Mashina bormi? Arshir ekan. Oliblar bor. Bering. Bu boshqa narsa bor. Bering. Rozimisiz berayotgan pulingizga? Mashina ko'rsat. 27 bo'ldi mash. Keladi molni. Keladi rostdan. Aka? Ham keladi. 27 millionga bor ekan. Ma'mur menga qarang. Mol yo'q, qonni yo'q bu mol. Buni Husn aka 30 million qiluvdik, bermadi-da oyog'ida aka. Kechasi 1da kelgan ekan bu. Bitilayotgani moli bunisi. Tortib oldik keyin aka. 29350 bo'ldi-da, tortib olgan. 30 qiluvdik, bermadi. Tortib beraman dedi. Tortib ber dedik. 5 kun osh keladi dedi. 472 tami shunaqa keldi. 29375 ming. Ha, zo'r. Shuni bitta terini tushning Husn aka mol. Ya bu savdo bo'lmayaptimi bu? Ha, bo'ldi. Nima deysiz? Yaxshi. Chatishli bo'mi? Chatishmasa kerak. Yaxshi bo'ladi. Qora kimda? Hozir aniq qayerda yaxshi bo'lib qo'yadi. Beraman hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimi? Ana yemni bo'tda zakaz qilib vaqtni qiladi. Ha. Shunaqa qilib boraveradi. Mana shunaqa pulga 3 kilodan kuniga berish kerak. 3 kilodan yana mashina. 2 mahal 3 kilodan. Ha. Silosga qorin. Bir mahalik 3 kilodan 6 kilo berasiz-da. Bir oydan keyin ozgina 3-400 gram qo'shasiz. O'sha bir oyda ular shu 50-60 kilo olib qo'yadi.
Ochuvroqda, ochuvroq. Ha, yo'q, boqma unisiga nima yo'q. Yo'q, boqsana, mashina joyga yetadi. Mashina molni boqma. Molni qarang. Nima bering? Yarim qo'ya qolsa o'zi hisob bilan ya endi shunaqa o'zi sal ochuvroq va o'zi Mashina yechib beringlar-da. Bitta ko'ring, aka maza qilib. Molni tabiiy maza qilib. nechta keldiydi bu? Nechta keluvdi? Ishtami shunaqa keldi. Shunaqada o'sha 375 bo'ldi-da. Molni. Bering oldi. Oling, 30 ga oling, qilganimizga beraman. O'zim qilgan. Yarim bo'ldi, bering. Yo'q, 100 mingga endi ko'pda olaman aka o'zi. 600 so'm bo'ldi. Bunda olib kelsangchi qo'shib bo'ldi. Nima qiladi? Bitta mol arzon olib kelaverasiz bor. Bashta yaxshi so'radi. Men Emran ushladim. Ey, ayo arzon ekan olib kelaverasiz yana. 30 qilganmiz. Oling, gap yo'q aka, yo'q nima bo'ldi? Bering 600 bo'ldi, ana pulni oling. Mana Turkman boshiga olib beraman. Oling. Turkmanistondan Xudo kelgan. xolasa rahmat aytadi. Xudo xolasa ukamiz. Bo'ldi, bering. Oling, 30 ga oling. 30 ga oling dedim. Sherigi bilan olganmizda, lekin 30 qiluvdik bermadi, tortib oluvdi. Kamroq pul bo'ldi. 26 ga 600 ga bersangiz 30 ga qaytarib beraman. Yo'q, men berib yuboraman 30 ga rostdan. Yo'q, variantga olmayapmiz, kerak emas. Bering. Baraka deng. Oling 30 ga ozgina foyda Pulni qilamiz. olsangiz. Yo'q, shunaqa pulga beraman. 30 ga oling dedim. 30 ga. Baraka deng. 30 ga olib qoling. Bering 600 bo'ldi. Shunday oling, shunday unaqa talashmagan. Bilasiz, bo'lmadi. Bering. Siz bilan bunaqa talashmagan. Yaxshi mol boqing. Bitilayotganim oldi. Beringlar, Ilhomboy. Yangi yo'l bikili. 600 bo'ldi. Pulni oling. Shunday oling. Yanga beray. Ishton yetib o'tdi. Bering. Oling aka. Baraka. Molni ham o'zi ham tashlagan kelmaydi go'shtiga. Aka mol 110 so'm. Yo'q, lekin Husn aka bu mol protsent bera oladi aka. Endi mazza qilib. Ilhomboy, bering. Oling aka, baraka topasiz. 600 bo'ldi. Oling. Aka berolmayman. Ketaman, bersangiz, elsiz yo'qmasam qo'yishga qarang. Qo'shdimi? 800 bo'ldimi? O'z bilasiz-ku, 800 bo'ldi. O'sha 700 bo'ldi. Allohu akbar. Bo'ldi, mana shu ko'rsat 29 million 729. Yaxshi bo'lsa ekan. Barakasi bo'lsin. Gardonli iligingichga hali semirganda ham foizi yaxshi bo'ladi. Ha, bo'ldimi? Hisobing qildi, puldan baraka top. Allohu akbar. Nech pul berar ekanmiz, hisoblang. Hisoblavur. Nima deydi? Xolos, nech pul berasiz? dan bermas. 61. Buni nech pul bo'lsa berasan? Oyog'ida nech pul? 55 qildimi? Tarozga nech pul berasan? 60 dan ber qo'yamiz. 60 dan. Ha. Ziyon bo'lib qoladi. O'zing boqqanmisan, olganmisan? Voy, olib sotarmisan hali? Ko'rinishingdan dehqonga o'xshaydi. Aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchasiz. Assalomu alaykum. Nima harakat? Yuribmiz. Bo'shatdik. Nima sotyapsizmi? Yo'q, oldik. Mollar sotdingizmi? Bolaga. Qanaqa bo'ldi? Yaxshi, O'xshadimi? Biz uyimizga o'tdik, xudo xolasa biza. O'tdimi? Yaxshimi? Ha, yaxshi, effekt yaxshi. Effekt yaxshi. Mana shu boshida endi ko'pchilik provaga olibdi. Mana oddiy yengildan buyog'iga shu katta tonnalar sotishni boshladi. Bu effektni ko'rdi odamlar. O'zimiz ham shundamiz. Natijalar zo'r, qo'rqmay ovring. Sog' bo'linglar. Keluvdi 75. So'radinglar, bilan gaplashaman, Yeb ichishga bir oyga javob beryapman. Ayb bo'lsa birinchi qaytarib. Yo'q, shopir yo'q. Saydinlar bor, aytaymi? Alisherga yetib ko'ramiz. Yo'q-ku. Kelmaganlarmi? Kelmagan. Mayli, gaplashib ko'ring. Nimaga berasizlar? Ha, mayli. Kelib, joy.
54 ber. Ana shu kichkina ekanmi? Nechi pulga olgansan? Olganman. So'raga 55 ming boya qilsam bermadi menga. Ha. Hozir savdo Qotganmisan? qilyapti dedi. Olmadim, shundoq. Qaysi olgan 55? Mana men bu bilan nariga. Ustozim meni olib chiqmaganman. Shogirdga siylar ber. Ha, qara ustozdan olgan bo'lsang, ustozdan o'tibsan-da endi. Yo'q, o'tolmayapman-da shu. ustoz. Zabaskam Ha, to'ldiryapman. Savalab Hali qo'yib ustozim. botgandan keyin ma'lum bo'ladi. Yo'q, menga kasbini o'rgatgan. Men undan norozi. Yo'q, gapni eshitdim. Hali olgan pulimga bormadi. O'shachi men 56 ga foyda qilasan. 56 foyda, 57 foyda qilasan. qilaman. 57 sotildi, ha. Xolos ketsa olaman. Xolosga berasan? Nechi pulga? Buni 62 qildi. Ha. O'zimiz ustozga. Harigini 61 qildi. So'yveraman. Qo'yib yuboraman deysan? Yo'q, so'yveraman dedi o'zi. Ha, ya sal bormi hozir? 61 dan quyi suvi bermaysan-a? Mana qonni katta eganda. Ha? Qorni katta eganda, mol yaxshi ekan, qonni katta ekan. Shu yerda nima qildik? Sizga berib yubordik yo'lda. Bo'ldimi? Baraka top. Bo'ldi. Cho'pir yetmadimi? O, sadrlar. Uni qassobga berib yubor. Xayrli bu nechi pul ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum. 40 so'rayapman. Men 30 so'raysanmi deb kelyotgandim. Bozor nima qildi? 35 kilo qilyapti. So'ras topganmisan? 550 ta bormi yo oshdimi? 55 ta. 555 tami? 52 ta kelgan. 52 ta. 35 dan bo'lsa nechi pul tushadi? 35 pulga nechi pul aylanadi? 62 63 aylanadi. So'ras nechi pul berasan? 64. Qimmatli 64. Ana importlarni 62 63 beryapti-ku. Bir jahl ustida 60 berib yubormaysan. O'zi 62 oldi. 62 olding. Bermayapti. Mayli, bozoringni bersin. Lekin mol zo'r, chiroyli ekan. Bozoringni bersin. Qoni bari bitta. 30 million 900. So'ras topganmisan? Ortmaganman. Yaxshi bo'pti, 30 million 900 arzon bo'pti. Arzon bozor. Mol zo'r. Bir mol oling mendan ham. 30 millionga berib yubormaysan. Xo'jam nechi pul? 32 bera oling. 31 ham yomon qimmat pul ekan. Moloni meni rad qo'yib molalar. Bilaman. Xo'rozga nechi pul qilib berasan? 65 kam bor. 65 sal balandi. Ko'r hozir ayol video ko'chirib gaplashamiz. Havasini ko'ring. Otabek nechi pul ekan bu? 400 aka. Bolaga bozor nima qildi? 27 yarim. 457 kilo keldi. Toshkent ko'rish. Nechi puldan tushyapti? Bilmayman. Bunisi bizdan. 30 kami bor sizga oling. Sendem mi? Neç pul ekan? 31. 35 bozor nima qildi? Bozor endi. Ana hikmat shekil boyiga. Qizil boru. Omonmi boya? Ha, ana. Shukasini omon qildi. O'sha yangi yo'lda bo'ladi. Mana shu duqani boshicha. Aka nechi pul ekan bu? Ben siladanmidi bu? Sotildimi boya savdo? Ha, aka nima bo'ldi? Oldingizmi? Nechi pulga bitta? 100 mi? 3 ta edi-yu, bittasini olib ketishdi.
200 ham 100 ga bitdimi? Barakasini bersin. Mollar zo'r. Buni yana bittasi bor edi, xuddi shundoq edi. 200 ming ham 100 millionga baraka bo'lsin. Mana bu zo'r